Mendan juda ham ko'p so'raladigan narsa Opera nima produktlari bor, nima mahsulotlari bor. Menda Opera nima yangi produktlar chiqsa hammasidan bor. Bemalol zakaz qilasiz. Tushi bor, dahshat uzunlik beradi qizlar. Shotkasini ham ko'rsatay. Bot mana shotkasi dahshat uzunlik beradi, lekin qo'shiligicha tegib qoladi. Shunaqa zo'r qizlar mashinada ochib qo'yadi kiptagilani. Xo'p, bu yerdan yana gidrofilkasi. Men o'zim ishlatib tugatganman buni. Men bilan ham ishlataman, o'sha menda tugyapti. Dermatologik bo'ladi. Tarkibida vitamin A, vitamin E lari bo'ladi. Dermatologik yuzingizdagi hech qanaqa narsa toshirib olmaydi, reaksiya bermaydi, quritib olmaydi, qizartirib olmaydi. Toshmaydi. Agar gidrofilka yuzingizga tushmayotgan bo'lsa, Opera gidrofilkasi eng zo'ri, chunki bu dermatologik. Makiyajni ham dahshat yechib beradi. Quruq, yog'li, normal, ta'sirchan, kuperozli, xullas hamma yuziga dahshat tushib beradigan narsa. O'zimni to'ldirib bemalol maqtayman buni, o'quvdilarni ham, narsalarni ham. Chunki juda zo'r chiqadi. O'zi bu videoni allaqachon sizlarga olib berishim kerak edi. Bu yerda ikki xil penkasi. Yog'li va kombinirованный yuzga tushadigan gel penkasi. Tarkibida keramidlari, gialuronkalari bor. Ham badanga, ham yuzga ishlatsanglar bo'ladi. Вообще zo'r penka qizlar bu. Mana bu bo'lsa kislorodli penkasi. Bu yuzingizga как nafas beradi. Poralaringlarni shunday zo'r tozalab beradi. Quruq yuzlarga dahshat tushib beradi. Bular ham dermatologik, ta'sirchan yuzlarga ham tushadi. Dermatologik narsalar qizlar men bemalol qo'rqmasdan hamma yuzga bera olaman dermatologiklarni. Bularning serumlari bor. Serumlari Aquamarine siviratkasi, Deep Serum, mana shunaqa suyuq teksturada bo'ladi. Bu yuzga shunaqa zo'r singib ketadi. Quruq va suvsizlangan, qurishib qolgan yuzlarga dahshat tushadi. Shisha produkt, bu ham dermatologik qizlar. Buni hamma siviratkalar dermatologik, bular ham qizlar faqat bunaqa narsada. Bir xillariga yozilgan, bir xillariga yozilmagan, lekin hammasi dermatologik buni mahsulotlari. Keyingisi Opera 5+ keramid serumi. Tarkibida gialuronka, 5 xil keramid pantenol bo'lganligi uchun, milk serum bo'lganligi uchun baryer tiklashga va ta'sirchan yuzlarni tinchlantirib berishga, baryeri buzilganligi juda ham zo'r serum. Men mashinalarni o'zi ishlatib tugatganman. Menga bular o'zi anchadan beri sotaman, anchadan beri ishlataman. Shuning uchun bular haqida men bemalol sizlarga mazza qilib aytib bera olaman. Bu yerda vitamin C, niacinamid va 77% pech ekstrakti bor bo'lgan siviratkasi. Muammoli, dog'li, lekin yuzingiz quruq va porali, ugrili bo'lsa sizlarga zo'r tushadi. Ta'sirchan yuzga ham zo'r tushadi. O'zi shoftoli hidi keladi. Bu ham shunaqa qizlar dermatologik, hamma yuzga zo'r tushib beradi. Bu yerda Opera betta tonalkalari. Bu yopadigan tonalkasi, plotnisi. Bu bemalol yangi chiqqandan plotnisini olsangiz bo'ladi. Plotni bo'lsa ham, lekin poralarini yopib qo'ymaydi. Bu ham lechebniy, tarkibida 35% SPF bor. Va bu ugrisi bor, anaqaligi ugrisi bor, plotniy tonalka xohlaganlarga zo'r tushadi. Chunki bu ham dermatologik, davolovchi. Bu yerda primeri, shea butter, vitamin E, gialuronka, aloe verasi bor. O'zini tonalkalari bilan zo'r tushib beradi. Va bu yerda yopmaydigan tonalkasi. Bu yopmaydi, lehki, lekin ro'molga ham yoqmaydi. Buni ham SPF bor, 20%, lekin rosa ham zo'r. Bu tonalkalardan ham bor. Bunaqasi. Bu konsileri, bu yangi chiqqani, qizlarda yaramasang surib ko'rsatib beraman. Bu 01 yo'q, 02 rang ekan. 02 rang. Do'kon testlarimiz bor. Xohlasanglar kelib surib ko'rsangiz bo'ladi. Bu bo'lsa 01 rang. Bu namlantiruvchi, yengil, gialuronkali konsiler, lekin yopadi. Bundoq turganda, bundoq qilganda yopadi. Bu hozir suyuq bo'lganligi uchun, teksturasi suyuq bo'lganligi uchun, mana shunaqa turibdi. Hozir 1-2 minutdan keyin videoning oxirida ko'rasizlar qotganida. Yopib beradi, lekin qotib tonalkalarni ajinlarning ichiga kirib, yig'ilib, dumaloq bo'lib, unaqa bo'lib qolmaydi. Вообще zo'r. Keyin men bu tonalkasini sizlarga aytmoqchi edim. Qizlar, o'zimizga odam kirib qoldi-da, gapira olmadim. Buni tarkibida niacinamidi, kollageni bo'lganligi uchun buni bemalol ugrisi ko'p, ugrisi to'la yuzlilar olsangiz bo'ladi. Bu plotniy tonalkani, lekin boshqa plotniy tonalkalarni maslahat bermayman. Chunki bu ham testerlar qizlar, chunki boshqa plotniy tonalkalar poralaringlarni yopib qo'yadi-da, ugrilarni ko'paytirib beradi. Bu bo'lsa yo'q, yopmaydi. Plotniy bo'lsa ham ugrilarni ko'paytirib olmaydi, yuziga og'irlik qilmaydi, poralarni yopib qo'ymaydi. Juda ham zo'r. Yengil, lekin rosa stoyki turadi. Haqiqatan men tonalkasini sevdim. Dahshat. Keyin bu yerda bizda SPF ham bor. SPF kasini tester uyimda qildim. O'zim ishlataman. Dahshat.
o'zim olib ketib qo'yaman. Короче, bu SPF gel teksturada bo'ladi. Dermatologik. Bu fizический SPF. Bundan tashqari 8 soat bemalol himoya qilib beradi. Agar prям quyosh tushib turadigan, mana zagoravatgan yerda, cho'milayotgan yerda sursanglar 3 soat. Quyosh tushib turadigan joyda. Bu kirib chiqib yuradigan bo'lsangiz, 8 soat bemalol cho'tga himoya qilib beradi. Va bu fizический SPF, fizический SPFlar qizlar ko'z achittirib olmaydi, ko'zni yoshlantirib olmaydi. Xullas juda ham zo'r. Bu yerda krema, dermatologik kremlari, qizlar mana bu serumlarni kremlari. Aquamarine kremi, niacinamidi bor tarkibida va TH ekstrakti bor. 100 yil quruq, suvsizlangan, lekin 100 yili muammoli, dog'li bo'lsa shu kremni maslahat beraman, zo'r. Bu ham dermatologik, qizlar mana o'ziga yozib qo'ygan dermatologik. Bu yerda shaftoli ekstraktli arbutin plus shaftoli ekstrakti bor bo'lgan. Mana shundamida arbutin, yo bunisida yo'q, hazashdim, sitrusligida. Bunda shaftoli ekstrakti va niacinamidi bor tarkibida. Bu ham shunaqa 100 yilda xiralashgan, 100 yilda po'rinli bo'lsa, ko'proq po'rinliga zo'r tushadi mana. Mana bo'lsa arbutin, vitamin C bor tarkibida. Mana mashinasini tarkibida niacinamidi ham bor, niacinamidi ham bor, arbutin bor, sitrus vitamin C bor ekstraktida 100 yilni tirnoq qilib yarkilashtirib berishga mana bunisi вообще zo'r ishlaydi qizlar. Xullas, hammasi darajamizda bor. Bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Hamma produktimiz 100% original. Opera brendi qaysi brendi degan savolga bo'lsa, Opera brendi tegi Fransiya brendi, Fransiya Yevropa brendi, lekin uxudviy narsalari Koreya bilan birga chiqariladi. Dermatolog tomonidan tekshiruvdan o'tib O'zbekistonga keladi. Shuning uchun bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Hamma produktimiz original. Opsiyada nomer qoldiramiz. Nomerga Telegramdan yozib yoki telefon qilib zakaz beraverasizlar.